Haval qidirib yurgan akalar uchun zo'r holatdagi 2024-yilda ishlab chiqarilgan kraskaları top toza Haval Julion bugungi obzorimizda do'stlar. Mashinamizda multimedia rollari bor, ya'ni shaybali richak, ya'ni hozirgi zamon talabidagi mashina. Mashinamizni bosib o'tgan masofasi atigi 29 ming, monitorlari bor. Torpeda avshifkalarda umuman qirilgan, silgan, dili xira qiladigan joylari yo'q. Даже sidenalari ham zo'r holatda turibdi. Mana operator ko'rsatib yuboring. Mashinamizni kuzovlari ham bir tekisda aka, polirovka qilinganmi? Bu tayyormi nima aka? Polirovkalar bo'lgan. Beskuluchoy dasturlari bor do'stlar. Zapaska holatlari umuman tushmagan. Juda ham chiroyli holatda mashinamiz. Ya'ni ko'rganda odam yoqtiradi aka. Mashinamizni motor, ходовой коробkalarda ishi bormi, yo'qmi? Ishi yo'q, ishi yo'q. Gen ham chiqadimi yaxshi odamlar bo'lsa? Gen ham chiqadi. Aka, bu mashinaning narxini bilaman. Salonda 280 million turadi aka. Chunki o'tgan kuni o'zim ko'rdim. Narxini aka kelishtirib qancha aytyapsiz aka? Hozir narxini qancha so'rayapsiz bozorda? Aka, buni 18,5 ming so'rayapmiz. Aka, qimmat. Bizni kanal obunachilari uchun qanchaga berasiz? Obunachilaringiz uchun aka 18 mingga beramiz. Taqalgan, ya'ni oxiri 18 ga beramiz. 60 million ziyoniga aka. 60 million ziyoniga. Nomeringiz aka? 95li 025 8707. Akalar, hozir mana shu videoni do'stlar haval qidirib yurgan akalarga jo'natib, kanalga obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar. Siz trekker olgan bo'larmidingiz yoki tayyor hozirgi zamon talabidagi Haval Julionni?